Har kuni shoshib yonidan o'tib ketadigan metro bekatingiz aslida shunchaki manzil emas. Ularning har biri o'ziga xos me'morchilik, tarix, g'oya va xotiralarni mujassam etgan. Biz odatda bekatlarda poyezd kutamiz, ammo atrofimizdagi devorlar, ulardagi bezaklar va ularning yaratilish tarixi haqida o'ylab ham ko'rmaymiz. Mustaqillik maydoni bekati 1977-yil 6-noyabrda ishga tushirilgan. Chilonzor yo'nalishida joylashgan ushbu bekat 1991-yildan Mustaqillik maydoni deya qayta nomlangan. Ushbu bekat 50 ta markaziy billur qandillar bilan, ikki yon tomondan 17 ta bejirim qandillar bilan bezatilgan. Har bir qandilda 10 dan ortiq chiroqlar bekat husniga yanada husn qo'shmoqda. Bekat platformasi milliy me'morchilik an'analari asosida loyihalashtirilgan bo'lib, devorlari Nurota marmarlari bilan qoplangan. Platforma ikki tomondan 16 ta ustun bilan o'zgacha me'moriy yechim asosida shaharsozlik normalariga mos ravishda bunyod etilgan. Platforma gumbazlar bilan yanada ko'rkamlashtirilgan bo'lib, ushbu gumbazlar ostida ovoz o'zgarishi yo'lovchilarni hayratga soladi. Tomosha qilayotgan bir bekat tarixi loyihasi orqali aynan shu yashirin hikoyalarni kashf etamiz. Har bir sonimizda bir bekatga to'xtalib, uning yaratilish tarixi, me'moriy bezaklari hamda odamlar xotirasidagi o'rni haqida suhbatlashamiz.